Elbette. Bunu his kılanmağa vaxtida iman lezzetini insan adetdeki nurgun emellerimi insanga muşakkatlik tuyuldamdı. Hayatımızda nurgun uçurgan musibetlerimi hamma narsa başqacha ig'ir keldi. Nurgun bilgan insonlarningki jamiyatda anglab atrofimizdagi kishilarniki har xil shu psixologik kasallarga mubtalo bo'lib ketishini nurgun psixiklarningki o'chiratda turib ularning oldida musulmonlar islom dunyosidami ashundaq tizilib ketishi, ularning eng bozir bo'lib ketishi aslida u musulmon jamiyatidagi kishilarningki iymon lazzati Allohga bo'lgan bog'lanishining yiroqlab ketganligidan hayotda turlik dishvorchilik ichida yashaydigan gapkan. Shuning uchun shuni bir yo'rishsak, oldi bilan iymon lazzati degan nima, buni qanday tushunish kerak? Shundan boshlamasak. Bismillah, elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. İmanninki lezzeti, imanninki halavati deb ataymiz. Yani imanning lezzetini qanday his qila olamiz degan vaqtida bir insonninki Allohning taatiga bo'lgan nihoyat rozimanligi, yaxshi amallarga bo'lgan bir intilishi, shu ishlarni qilgan vaqtida qalbdagi bir rohati imanninki lezzeti deb qaraladi. Çünkü bazı bir da arab baksak özümüzden sel imanı acizlaşkansa susuşup qalgan vaqtimizda bazı namazlar ig'ir kelgan ahvol var. Ve hatta Ramazanlar ig'ir kelgan bazı bir taatlar, ibadetler ig'ir kelgan ahvol var. Bu nima bo'lsa imanning haqiqiy lazzetini tetiyolmaganligining alomati bo'ladi. Imanning haqiqiy lazzetini tetib olgan odam har qanday bir hamda umumiy bitqa vaqtda taat deymiz. Yani Allah razı bo'ladigan bir amalni qilganda qalbi shundoq rohat, shundoq bir xotirjamlik his qiladi. Ve şundaqlı şu işqi üzlügüdün aktifleşip gidiyordu. Canlanıp gidiyordu. Şu işini daha mekerek kılgız geliyordu. Çünkü bu ayakta hem de şu münasip alatta Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de müminlerini süpetlep innemel mu'minûnellezîne izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Yani hakiki müminler imanın kalbini temin tetiyalgan, imanı kalbine urnagan müminler kandak kıldı o dese Allah zikir kılınsa bulanın kalpleri nahayet bir kozgulup getidi deydi. Bunu alimlar hata işte Allah'tan korkup çocuk kelse yaxşı taatlarga nisbeten Allah'a mayil olup getidi deb tafsirlaydi. Yani bir mesela insan özün halini bölüdü ya. Mesela bir hata bir işlerle şug'ullangan yoki şu Allah zikir kılıngan şu ayette insanga bir işlerden çekleş emri bo'lgan bo'lsa nahayet şürkünüp bir xil istiyg'olab ketadi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala şu bir yaxshi bir müminlarga bo'lgan bishorati şu ayette ve yoki ularga bir yaxshi bir ishlarga buyurish bo'lib qolib qolsa insonning qalbi shunda rohatlanib, nahayet qalbi bir harakatga o'tib ketadi deydi. Bunu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisde yani bir kafir yoki munofiq asi insonlar bir gunoh ma'siyat xato ishni qilib qolsa chivin qo'nigandek esqib o'tib ketadi. Ama haqiqiy mo'mincha desa bir xatolikni qilib qolib qolsa ustiga tog' dumchib ketgandek, o zimin ustin bulab ketgandek istiyg'i kelib ketadi deb sifatlagan. Ham temir qaytib kelsak, imonning lazzati degan nima o desa, şu imanning lazzatini tetiy olgan odam taatda huzur his qiladi, ko'ngli xotirjam bo'ladi, shu ishni texambakrak qilishga intilib ketadi. Oyatning oyig'ida va iza tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Allah'ın ayetleri okulsa, ma kalbi imanının temin tetiği adam texambakrak imanı ziyad olup şu emelleri qanday ketip qoladi, intilib ketip qoladi, intiladi, texambakrak qilg'isi kelib ketadi. Xuddi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu günahlar mag'firat qilingan bo'lsa-mu, iman qalbini temin tetiganlik uchun texambakrak itoat qiladigan, kechildir namoz o'qib ketadigan, davomli Allohni zikr qiladigan, Allohni eslaydigan bo'lib bizga ulug' o'g'inidek, ya'ni xulaf qilib aytgan vaqtimizda imanning qalbini tetishning namoyandasi Allah'a bo'lgan taatda huzur his qilish, qalbning rohat bo'lishi va shu ishga texambakrak intilish imanning temin tetiganligining namoyandasi deb qarasak bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun. Rabbim bizlarni shundoq kishilarning jumlasidan qilsin.